بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Aldı alemlerin Rabbi Allah Subhanahu ve Teala'ga pak hamdu sana ve suyumluk Peygamberimiz yolbaşımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge pak durud salamlarımızı yollagan ekan. Qadirli qarindoshlar, farzandlarimizni qandoq tarbiyalaymiz nomli kitobimizni anglitishni yana bugun davomlashtiramiz. Inshaalloh bugungi 3-sonimizni anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Qadirli qarindoshlar, yurak parimiz, ko'zimizning nuri, shundaqla Alloh subhanahu va taolaning bizlarga ato qilgan qimmatlik va ajoyib muhim bo'lgan farzandlarimizni qandoq tarbiyalab, qandoq yetishtirishimiz haqida yozilgan farzandlarimizni qandoq tarbiyalaymiz mavzuliq kitobimizni yana anglitishni kelgan yerimizdan boshlab davomlashtiramiz. Bugungi 3-sonimizda tarbiyaning maqsadi mavzusidan boshlab diqqatinglarga sunamiz. Kitob avtori qarindishimiz Muhammad Yusuf. Mikrofon oldida qarindishinglar Kamina Abdullah Yalqun sizlar bilan birga bo'laman. Inshaalloh boshlashdan burun har bir o'qiganlarimiz, shundaqla anglaganlarimizga amal qilishdan iborat bu ne'matni, bu sharafni Allohning bizlarga ato qilishini tuvanchilik bilan Rabbimizdan tilaymiz. Diqqatinglar programmamizda bo'lsin. Tarbiyaning maqsadi. Tarbiyaning asosli maqsadi bolalarni o'zini va boshqalarni baxtli qila oladigan, Alloh taoloni rozi qila oladigan, diniga, millatiga va jami insoniyatga manfaat yetkaza oladigan, hayotlikqa to'g'ri muomala qila oladigan yaramliq chin musulmon qilib chiqishdan iboratdir. Chin ma'noda musulmon bo'lish, doktor bo'lishdan, injener bo'lishdan, fizika mutaxassisi bo'lishdan, biologiya mutaxassisi bo'lishdan, biror oliy hunarining ustisi bo'lishdan va shundaqla jahondagi barliq narsadan oldingi o'rinda turadi. Qisqasi, islom millatining qad ko'tarishi shaxslarning chin ma'noda musulmon bo'lishidan boshlandi. Shuningdek keyin moddiy imkoniyatlarga tayinib o'xshash bo'lmagan sohalarda yetishib chiqish talab qilindi. Shuna qilib musulmon doktor, musulmon muallim, musulmon dehqon, musulmon tijoratchi, musulmon kodir, musulmon ishchi va musulmon hunarvan borliqqa kelgan bir ulgulik jamiyatni qurib chiqish g'oya qilindi. Imom Hasanul Banna mundaq degan: "Chin musulmon tepilgan yerda g'alabaning barliq omillari tepilgan bo'ladi." Chin musulmon bo'lishning ma'nosi cho'nqur. Chin ma'noda musulmon bo'lish deganlikdan qandoqdir shu zohiriy ibodatlarga maqsad qilinmaydi. Balki u Alloh taolo talab qilgan yo'sinda bo'lish va butun yurish turish, ish harakat, gap so'z, muomala qatorliq hayotning barliq sohasini Alloh taolo sezib bergan o'lchamda qiliblashtirish deganlikdir. Insonning Alloh taolaning nazaridagi qadr-qimmati uning musulmonlik darajasiga qarab bo'ladi. Musulmonlikning eng yuqori unvoni taqvolikdir. Chunki Rabbimiz nima deydi? Astag'izu billah. Inna akramakum indallohi atqakum. Ya'ni Allohning nazarida eng hurmatli sanildig'ininglar eng taqvodor bo'lganlaringlardir. Sura Hujurat 13-oyat. Chin musulmonlik odamning ichki dunyosidan boshlandi. Musulmonning ichki dunyosi uning tashqi dunyosidan ko'rkam bo'lganda, chin musulmonlik o'z ifodasini topgan bo'ladi. Mubodo odamning tashqi dunyosi ichki dunyosidan ko'rkam bo'lib qolsa, o'ttirg'i munofiqlik kirib qolgan bo'ladi. Chunki munofiqlarning tashqi dunyosi chiroyli bo'lgani bilan ichki dunyosi xarobiylikdir. Chin musulmonlikning alomatlaridan biri o'zi uchun Alloh taolaning hammadan suyumlik bo'lishidir. Chunki Alloh sevgisi voyiga yetmaguncha iymon to'liqlanmaydi. Chin musulmonlikning ifodasi Alloh taolani loyiqida ulug'lash va o'zini kichik sanash bilan bo'ladi. Chin musulmonlik Alloh taolo bilan bo'lgan munosabatni eng oldingi o'rinda qo'yish va uning haqqini to'liq ado qilish bilan amalga oshadi. Alloh taolo bilan bo'lgan munosabat uningga taqvolik qilish, uning rahmatini umid qilish, g'azabidan hazar qilish, uningdan yordam so'rash, uningga itoat qilish qatorliq ishlar bilan ifodalandi. Chin musulmonlik har kimning haqqini ado qilish bilan bo'ladi. Chunki chin musulmon odam jamiyatda eng yaxshi shaxs, oilasida eng yaxshi a'zo, mahallasida eng yaxshi qo'shni, ish o'rnida eng yaxshi xizmatdosh bo'ladi. Chin musulmon odam ayoli uchun ulgulik er, bolalari uchun ulgulik ota, ota-onasi uchun ulgulik bola, qo'shnilari uchun ulgulik qo'shna,
xizmatdoshlari uchun ulgulik xizmatdosh, saboqdoshlari uchun ulgulik saboqdosh bo'la oladi. Chin musulmon odamning so'ygu nafrati faqat Alloh taolo uchunli bo'ladi. U yaxshilik yo'lida to'xtamasdan ilgirlaydi. Yomon ishlardan yiroq turadi. Xatolashgan yoki biror gunoh ishni qilib solgan hamon tavba qilib haqiqatga qaytishni biladi. Chin musulmon bo'lgan odam xuddi xushpuroq gulga o'xshaydi. U nega borsa va kim bilan uchrashsa, xuddi gulning yiqimliq puruqiga o'xshash yaxshi ta'sir qoldiradi. Uning bilan biror qatim muomala qilgan odamning yana muomala qilg'isi keladi. Uning bilan biror qatim hamsuhbat bo'lgan odamning qayta uning bilan hamsuhbat bo'lg'isi keladi. Chin musulmon odam xuddi quyoshdek illiq bo'lib, jo'risining, farzandlarining, do'stlarining, qo'shnilarining, xizmatdoshlarining, urug' tuqqanlarining va yurt jamoatining ko'ngillarini so'ygu muhabbati, durustligi, go'zal xuy-payli va isil axloqi bilan hamisha illatib turdi. Bizning ulgimiz Hazrati Muhammad alayhissalom ana shundoq edi. U mushundoq alohida axloq fazilati orqasida chorak asrga yetmaydigan qisqagina bir vaqt ichida butun arab yerim oraldagi kishilarni qoyil qilgan. Payg'ambar alayhissalomning izida yurganlarmi mushu axloq fazilat soyasida islom dinimizni dunyoga tarqatgan. Jumladan bizning ajdodlarimizni qoyil qilib o'tgan. Chin musulmon odam har bir musulmonning chomi yetishcha o'rindishi talab qilingan kishilarni yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan to'sishdan iborat farzni so'zi bilan emas, amaliyati bilan ko'rsatib, kishilarni qoyil qiladi. Ma'lumki, ig'iz bilan qilinadigan vaz nasihatni har joyda va har kimga qilg'ili bo'lmaydi. Odam cheklamalarga uchraydi. Ammo amaliyati bilan ko'rsatish va qoyil qilish bilan qilinadigan vaz nasihatlarni har kim qila oladi. Chunki to'g'rilik, yaxshi muomala, go'zal axloq, so'ygu muhabbat deganlar hech bir yerda cheklanmaydi, balki tashabbus qilindi. Xo'sh, bu g'oyaga qanday yetkili bo'ladi? Bolalarni chin ma'nida musulmon qilib tarbiyalab chiqishdan iborat bu ulug'vor g'oyaga Qur'oni Karim bilan sunnatni manba qilgan islomiy tarbiya orqali yetkili bo'ladi. Sunnat deganimizda payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalomning so'zlari, ish faoliyatlari, amal ibodatlarida boshqalardan sodir bo'lgan ishlardan shariatga uyg'un keldiganlarini muvofiq ko'rganlari demakdir, ya'ni sunnat degan gap. Xo'sh, yetimlar haqida so'z. Odatda ota-onasi bo'lmagan bola yetim bola deb ataladi. Ammo islom qonuniga ko'ra balog'atga yetishdan burun otasi o'lib ketgan bola yetim hisoblanadi. Musulmonlar jamiyatida eng zo'r ahamiyat berishga tegishli ijtimoiy ibodatlarning biri yetimlarning holidan xabar olish va ularning beshini silashdir. Chunki yetimlar yordamga, mehr-shafqatga va hissdoshlikqa eng ko'p ehtiyojlidir. Islom dini rahim shafqatni oldingi o'rinda qo'yadigan va uni eng qattiq tashabbus qiladigan din bo'lib, yetimlarning beshini silashni eng katta ibodatlarning qatoridan sanaydi. Yetimlarning holidan xabar olish farzdir. Jamiyatdagi yetim bolalarning holidan xabar olish, beshini silash, moddiy va ma'naviy jihatlardan yordam qilish, o'qitish va tarbiyalash orqali ularni aqliy, axloqiy va jismoniy taraflardan mukammal, yaxshi bir musulmon qilib yetishtirib chiqish shu jamiyatda yashaydigan musulmonlarning ustiga farz kifoyadir. Farz kifoya deganimiz musulmonlar jamoasidan ba'zilar ado qilsa, boshqalardan uni ado qilmaganligining javobgarligi soqit bo'ladigan farz bo'lib, biror kishi mu ado qilmasa, shu jamiyatdagi musulmonlar jamoasi va uni anglagan butun musulmonlar gunohkor bo'ladi degan gap. Bu deganlik bir mahallada yetimlarning holidan xabar oladigan birmi odam chiqmasa, shu mahalla xalqining hammasi Alloh taolaning g'azabiga va jazosiga uchraydi deganlikdir. Yetimlarning ishini hamma odam boshqasiga tashlab qo'yib, o'z ishi bilan mashg'ul bo'lsa, yetimlarning ishiga ko'ngil bo'ladigan odam chiqmay qoladi. Shunga har bir musulmon buni o'z mas'uliyatim deb tunishi lozim. Yetimlarning holidan xabar olish boy kambag'al, kodir dehqon, ziyoli avam hamma odamning qo'lidan keladigan ish. Buningga o'zri qabul qilinmaydi. Chunki yetimlarning holidan xabar olish degan iqtisod bilan bo'lmaydi. Yetimlar iqtisoddan ko'proq mehr-shafqatga, ko'ngil bo'lishga va boshqalarning o'zini bag'riga besishiga muhtojdir. Buni hamma odam qila oladi. Shunga qo'l ilikida borlar iqtisodi bilan, qo'l ilikida bo'lmaganlar chiroyli so'z qilish
histoshlik qilish, mehribonlik yetkazish, hal ahvolini so'rash, davomli yo'qlash, uyiga chaqirib birga tomoq yeyish, dard alamlarini tingshash, chiroyli tasalli berish, yo'l ko'rsatish, tarbiyalash qatorliqlar bilan yetimlarning beshini silay oladi. Xalqimizda bug'doyning bo'lmasa bug'doy so'zing yo'qmi deydigan hikmat bor. Alloh taolo yetimlarga yaxshilik qilishni eng katta ibodatlar qatoridan sanagan va deganki: "Va'budulloha va la tushriku bihi shay'a va bil validayni ihsana va bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi va ibnis sabil va ma malakat aymanukum." Ya'ni Allohga qulchilik qilinglar, uningga hech narsani shirik keltirmanglar. Ota-onanglarga, urug' tuqqanlaringlarga, yetimlarga, miskinlarga, yaqin qo'shniga, yiroq qo'shniga, yondagi hamrohga, musofirga, qo'l ostinglardagilarga yaxshilik qilinglar. Sura Nisa 36-oyat. Yetimni boqqan odam cho'ng martaba qozindi. Bolalar hayotlikning zinnati, ko'ngilning shodligidir. Balası yo'q kishilar yetimlarni beqib, beshini silab, qatorga qo'shish orqali jannatlarda payg'ambar alayhissalom bilan birga bo'lish sharafiga noil bo'la oladi. Payg'ambar alayhissalom: "Men yetimni boqqan odam bilan jannatda xuddi mushundoqmiz" deb ikki barmoqini juplab ko'rsatgan payg'ambar alayhissalom. Bu hadis Buxoriyda, Abu Davudda, Tirmizida kelgan hadis. Payg'ambar alayhissalom yana mundaq degan: "Musulmonlarning o'ylari ichida eng yaxshi o'y uningda yetim bo'lib, u yetimga yaxshilik qilingan o'y. Eng yomon o'y uningda yetim bo'lib, u yetimga yomonlik qilingan o'ydir" deydi payg'ambar alayhissalom. Bu hadis Ibn Majahda qilingan. Yetimlarni o'z bolasidek ko'rish kerak. Yetim bolalarni beqib, Alloh taolaning nazarida yuqori martaba qozonishning sharti yetimlarni boqqan oila a'zolarining ularni ozroqmi yaklamay, o'z bolalariga o'xshash ko'rib, o'xshash kiyindirib, o'xshash yegizib, o'xshash tarbiya qilib, o'xshash o'qitib, mehr muhabbatini o'xshash berib qatorga qo'shishidir. Ammo yetimlarga ayrim muomala qilish yoki ularni yaklash cho'ng gunohdir. O'gay bolalarni yaxshi beqib, yaxshi tarbiyalab qatorga shunday qo'shish kerak. O'gay bolani o'z bolasida ko'rib, mehr shafqatini beg'ishlagan odam mayli ota bo'lsin, mayli ona bo'lsin, yetimlarning beshini silganning savobini topadi. Muhim bo'lgani yetim bolalarga o'zlarining yetim ekanligini his qildirmaslik, o'zlarini shu oilaning izzatlik bir a'zosi qatorida his qilishi va hech qanday bir ayrimchilik yoki yaklashni ko'rmasligini ishga oshirishdir. Xo'sh, endi yetimlik nuqsonlik yoki ayib emas. Yetimlik Alloh taolaning taqdiri va qismatidir. Agar yetimlik nuqsonlik yoki ayib va yoki yomonlik bo'lsa edi, insoniyatning iftixorlik ulgisi, axloq fazilatning yagona namunasi Hazreti Muhammad alayhissalom yetim bo'lmagan bo'lar edi.